Yunusobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limining ma'lumot berishicha, 2020-yil 8-oktyabr kuni taxminan soat 17:20 larda o'zlarini Ismoil va Murod deb tanishtirgan Turkiya davlat fuqarolari o'zbekistonlik To'xtaboy ismli shaxs bilan olmos ko'zli uzukning narxini kelishishadi. 110 ming AQSh dollar miqdoridagi qalbaki pullarni berishib, voqea joyidan g'oyib bo'lishadi. 9-oktyabr kuni jabrlanuvchi 102 raqami orqali navbatchilik qismiga pullar qalbaki ekanligini, qonunbuzarlarga nisbatan chora ko'rish kerakligini bildiradi. Ma'lumot asosida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va tuman ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tezkor chora-tadbirlar natijasida gumonlanuvchilar ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Birlikte Men va Ismoil bu ishni rejalashtirdik. Bu yerda To'xtaboy ismli shaxs bilan tanishdik. Unda uzuk bor ekan. Qimmatbaho albatta. Biz uni restoranda o'tirib sotib oldik, qalbaki pullar bilan. U bizga ishondi. Men qilgan ishimdan juda pushaymondaman. Hata yaptık. Çok pişmanım. Ma'lumot berilishicha, ular o'zlarining vaqtinchalik yashash manzillarida printer orqali qalbaki AQSh dollarlarini tayyorlashadi. Ustamonlik bilan ichiga rangli qog'ozlarni kiritishib, ustiga salafan o'rishadi. Bir qarashda pullar yangidek ko'rinadi. Olingan ashyoviy dalillar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan tekshirildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga asosan tadqiqotga taqdim etilgan ashyoviy dalillar qalbaki ekanligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Turkiya davlati fuqarolariga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Ularga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi tanlangan. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deb bejiz aytishmagan. Firibgarlikka qo'l urgan shaxslar endilikda qonun oldida javob berishadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolarimizdan firibgarlardan ehtiyot bo'lishlarini so'rab qoladi. Unutmang, ular ishontirish qobiliyatiga ega bo'lishadi.